Mana qaranglar, 9700S Wi-Fi Black'ga navbat. Xullas, signatурный rejimda turibdi. Hozir masofa juda uzoqda turibmiz, qaranglar. 600 metrdan ziyodda, qaranglar, trassa rejimiga qo'yamiz. Trassa. Uzoqdan olish uchun trassaga qo'ysalaring. Mana. Ko'rdinglarmi? Oldimizda yangi chiqqan Holovitz radariga qarama-qarshiga boryapmiz. Deteksiyani ko'ryapsizlar, deteksiya bor. Natija udar lekin. Kamera 70. Mana endi 500 metrdan baza orqali ogohlantirdi. Natija qoyil maqom udar. S Wi-Fi Black radarga orqa tarafidan boryapmiz. Kuzatamiz. Oldimizda lekin furalar yopib qo'ydi. Kamera в спину 70. Baza orqali ogohlantirdi. Mana qaranglar. Eng kam olgan masofa shu bo'ldi. Kamida 150 dan 600 metrgacha mana. 150 metrdan 600 metrgacha orqa tarafidan deteksiya bo'lyapti. Yo'q, oldi tarafidan 600 metr. Orqa tarafidan 150 dan 400 metrgacha. Va oldi tarafidan 600-700 metrgacha deteksiya bor. Natijalar a'lo. Endi 7700S Black'da boramiz. Лачин. Спутники найдены. Камера 70. O'z detektor yonishi bilan ushladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Oldida muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Natijaga gap bo'lishi mumkin emas. Endi orqa tarafdan kelamiz. Mana kuzatamiz. 7700S Black modelda boramiz endi orqa tarafidan. Qani natija qanaqa bo'ladi? Лачин. Камера в Ushladi o'zi. спину Ushladi. 70. Gap yo'q. Ham baza bilan ogohlantirdi, ham risk ushladi deteksiya bilan. 7700S Black. Gap yo'q lekin. Natija udar bo'ldi lekin, bor-ku. Qoyil maqom.